Bugün so'ngchilik ham ishtaxni ochadigan sho'xli cho'pni birga yetib boqaylik. Bu shu uydagi cho'nglarimizga ham kichik o'moqlarimizga bek mos kelgan, chunki bek yengil tomoqqa emasmi bu. Unda biz boshlab ketdim. Avval buni xamirini yo'g'irib olamiz. Xamirini normal holatda yo'g'irib olsak bo'ldi. Xamirini yo'g'irib bo'lgandan keyin shundan ketadigan go'sht, piyozlar, samsak narsalarni ushaqroq to'g'rab tayyorlab olamiz. Endi qozonni qizitib may qo'yib, go'shtni sep qo'raymiz. Birdan qo'rayotgandan keyin ozroq tuz sepdim. Go'shtni toza bilan qo'rib bo'lib, endi piyozlarni sep qo'rdim. Piyozni savurib pishgandan keyin sho'xlarni soldim. Keyindan ozroq pomidor qiyam sepdim. Sho'xlar qo'rilib mushkul holatga kelgan vaqtda ozroq suv quyayotgandan keyin tuz soldim. Undan keyin laza, ozroq oqmuch, ancha ozroq jon qo'ydim. Andan bunun tuz ta'mini tetibsaklar, mana bu tayyor bo'ldi. Endi boy tayyor qilib qo'ygan xamirini yeyib, mushkul holatda kesib olgandan keyin qaynagan suvga mana misda tatib turib salsak, cho'p shunchalik nefis, bek so'nchlik pishadi. Mau cho'pni nefis bo'lgandan keyin bek uzoq qaynatishim ketmayga, birdan bilib pishadi ekan. İnsanlar bolsa mau çöpni soğuk suda şallamaykenmiz. Cuma men tunjatgan vaqtimda işte soğuk suda şallab yurib ketganman. Mana birdan dil tayyor bo'ldi, ham oddiy ham bek yengil tomoqqa